Mafkura haqida ko'plab ma'lumotlarni eshitgansizlar bilaman, lekin men hozir aytadigan ma'lumotlar ishoning, siz uchun aniq yangilik bo'ladi. Manbalarda Juma masjidi 9-10 asrlarda qurilgan deyiladi. Bu haqida arab sayyohlari Al-Istahri va Al-Muqaddasi o'z asarlarida yozib o'tganlar. Qo'lyozmalarga qaraganda O'rta Osiyo hududidagi eng birinchi masjid aynan 40 o'ra bo'lishi kerak. 1788 va 1789-yillarda esa Xiva xoni Abdurahmon Mehtar tomonidan masjid qayta quriladi. Girish eshigidagi bitiklar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Masjid ichida jami 213 ta ustun mavjud bo'lib, bir safar sanag'aningizda 214, yana bir safar esa 212 chiqishi mumkin. Tarix fanlari nomzodi Xudoyberganov Komiljon aka so'zlariga ko'ra, bunga sabab o'ralardan birini Xizr alayhissalomning qo'li deganida ekan. Ustunlar orasida 10-12 asrlarga oidlar mavjud bo'lib, binoni interyer bezaga hisoblanmish o'ralar orasida dunyoning turli mamlakatlaridan akkalinganligini Vuladagi naqsh va bitiklardan bilib olish qiyin emas. Shaxsan o'zim qadimiy Misr va arab yozuvlarini ko'rib hayratlanib turgan bir vaqtimda Hindistondan shaxsan Pahlavon Mahmud uchun sovg'a tariqasida yuvarilgan o'rani ko'rib, masjid naqadar buyuk tarixni o'z ichida saqlab turganidan yana bir marta amin bo'ldim.